Mazkur filmni Abdushukur Muhammad Emin vafotining 10 yillik xotirasiga bag'ishlaymiz. Ömür talqinlar nomli bu maqola marhum olim Abdushukur Muhammad Eminning 60 yoshga to'shish yoki o'z tili bilan aytganda oriflik yoshiga qadam qo'yish munosabati bilan o'zining iddiviy musofirlaridan, ilmiy tadqiqot hayotidan va badiiy palillardan chiqargan xulosa. Olimning bu maqolasi tafakkurona mulohiza, falsafiy fikr uchqunlari bilan zinnatlangan va samimiy talaffuzda bayon qilingan. Shunga o'qigan kishiga yangi ideya, yangi tuyg'u va yangi huzur bag'ishlaydi. Qismati qomus hayotning har beti rohat manga. Meyli qayg'u, meyli shodlik kelgini omad manga. Bo'lsigar qalbingda hikmat, qilg'uluq jutni bahor. Bo'lmasa qalbimda hikmat, omadim ofat manga. Ilm boshqa, talant boshqa, g'urur iman yana boshqa. Bo'lur sahib qirollik, bu üç fazilat kelti bir boshqa. Bunun birlen baxt bitmez, onunsiz köptür omadlar. Baxt babıda qur açsan, yezilmiş qismidan boshqa. Ulug' xohish bilan oqsun, oyog'ing ostiga qonim. Ki tuproq ostida ko'rsammu baxtingni qadrdonim. Shafaq osmonida hurdak, baland ovoz bilan ushsam, nechun kulmas kuchuk shabnam lahab ustida rayhon. Ming yillar kiralishadigan taqvim mo'jizasiga yerim mo'chal qolganda men 60 yoshga kiraman. 60 yosh hayot manzilidagi o'zlikni yo'qlash tanalg'usi. 60 yosh yuksak shikla, teran talqin pallisi. Tangri loydin bino qilgan va ana qarnidan farzand qiyofatida turaldirgan inson o'zini dunyo maishatlariga burma muhtak bag'onsiri kuchab kirgizib 60 yilni tamomlashi mumkin. Sirtqi tusi harizatdek afsunkor, ichki mohiyati tugman toshlardek bevafo, yovuz ilgari bu xayri dunyo 60 yil ichida o'z sirlarini insonga yetgudak oshkor nadon va xasga yig'ar. Dona va orifqa bir so'q kulka ato qildi. Uni bo'yab, sirlab, do'q bo'lib ketganlarga uning berdig'ini xiyoliy sumruq izniga xolos. 60 yil. Azaldan insonga u bir chaqlarda to'tiya bilib qattiq changallab olgan narsalarni peqirtib tashlashgan. U fidokorlik qilgan aqidalardan qaqoqlab kulishga bishorat berib keldi. Bu oxirgi o'g'iz suti ishoratini pamlamaganlarmi talaylab o'tdi. Faqat zamon sahifalarini kalendar deb o'tkazib o'tgan toshkalla zohidlarni hisoblamaganda 60 yosh xosiyatlik ikkinchi tug'ilish ayyomi. Shundoq men uyg'onish yeshimga, orif yeshimga kelib qoldim. Tirik vaqtimda o'limni o'ylab, mo'tavar chig'imda tuproqliq zotimni to'nib, kibr havoni qayirib qo'yib, o'zimga munkar nikr so'rqini so'rg'im bor. Ömür manzillarimdan umid javohiratlar tepish niyatida tarmashlarim silingan safar xurjinimni talqin dastxonimga to'kib, ularga aql bilan nazar tashlamasdan
bu maqomga qadam qo'yolmayman. Men shuni shart qilamanki, men insoniyat texi yo'qotgan o'zini, o'z mohiyatlarini topolmagan iroda tug'ildi. Men yana Ipak yo'li illatlari mening kishilik muhitim bo'lib turgan asrda yashdim. Eldan mag'firat tilash, aql pokligini izlash, mana bu meni qiziqtirayotgan fidokor tema. Ömür talqinlari orqali uning uchurdan uchur olmoqchiman. Odam uch narsadan olqiy olishdas. U makon, zamon va o'zi tava bo'lgan madaniyat turkumidan iborat. Men miltiq bilan ketman turmushning yildizi va shih qilingan makon, zamon turkumida yashdim. Qadimki Ipak yo'lining o'ttir qonili Tarim vodisida kuvoni yangi madaniyatlar aralashgan, tarixiy afsonalar bilan kelgusi xiyollari reallikdan shuncha yiroq bo'lgan, vaziyati xuddi traktor orqasiga chetilgan kozibdek o'zidan sirtqi qudratli davolg'ishlar ta'sirida tez o'zgaradigan zamon mening nafas xazinam bo'ldi. Mening hayot yo'lim pul cheki yoki hukumat hujjatlarini silash bilan emas, balki kitob jurnal sahifalarini varaqlash bilan o'tdi. O'qituvchi bo'lish menga ham taqdir, ham himmat ixtiyor edi. Buningdan boshqa alvon mansab, vafosiz tapovat meni o'zidan seskantirdi. Makon, zamon, turkum safosining tarixiy qatlami tufayli menmi xuddi Ipak yo'li bekilgan zamonlardagi dadam, buvam ham cho'ng bo'g'ilarimdek taqib, tutqun, bo'xton va bog'liq riyozatlardan xoli bo'lamadim. Kitob menga ilm, yo'rug'liq haqidagi tasavvurchan fikr bag'ishladi. Bo'la emas, kitob yana turmushimdagi bir qator begunoh suiqasd va ijtimoiy fojialarimga yo'l ochdi. Men o'qidim. Xuddi yaqinda katta imtihon bo'ladigandek, xuddi yaqinda yangi bilim go'rzin sizga echilib, savodsizga aylanib qoladigandek jiddiylik, alam sirlari ustida o'tgan olimdan dars olgandek kichiklik, hamma mutlaq xulosalarga isyon ko'tardigandek gumoniy tuyg'u, yangi bo'g'inning elchisidek jiddiy javobgarlik bilan o'qidim. Men ilmu har kun o'qiyman. Parang xabar manbalariga qaraganda asosiy bilish manbalariga moyilman. Qachonki kitobdan men bilmaydigan yuqori qatlam bilimlar, bishoratlar, notunish iboralar chiqib, meni lug'at izlashga majbur qilsa, alohida ruhlanib ketdim. Men Farabi, Ibn Sina, Alisher Navoiydek bilish yo'lida nikohsiz o'tishni ravo ko'rdim. Shuningdek, Sayful Davla, Nuh ibn Mansur, Husayn Bayqaraning homiylik qilishini munosib ko'rdim. Oqilona fidokor oila va g'aribona siyosiy tanholik mening ikki omadim bo'ldi. U qalbimni qizdirib, zehnimni suvitib turdi. Ruhiy asabiylikdan yakchashma o'qamadim. Tarso, rashki hasad bilan nohaq riyosat mening mushu umr muhitimda erishishim mumkin bo'lgan va meni qahvaxonaga emas, tafakkur xilvatgohiga boshlab boradigan Nobel mukofotim va Oskar mukofotim bo'ldi. Men hodisalarga ko'proq tutashgan hikoyachilikka qaraganda dabdabisiz, shodiyona cho'qonlardan yiroq yovi she'riyat yo'lga kirib ketdim. Har xil gullardan, chilon tuproqdan oqadigan eriq bo'yida o'sgan rayhon va yalpuzlardan farqli mening she'riy hissiyotlarim yo'lg'un chechaklarga o'xshash tanholikni, ussizlik chanqi va bo'ron ansizligi bilan to'lgan edi. Uningdan satanlarga o'sma, gul xumarlarga qashtak guli chiqmaydi. Xushbo'riqi va atirguldek
yumran, nefs bergi bo'lmagan bu holdagi chechaklar o'z iziga to'kilib, o'z shig'ida asrlanib o'tdi. Uning avjini yalqinliq tunurda yoki gulxon o'rkashlarda ko'rish mumkin. Bir daqiqa tilsim bu jahon. Mayxonadan ig'onlab chiqsam, ko'z oldimda ko'rinding jonon. 20'de masum yoshlaring, ot yoylidek o'ynoq chochlaring. Bir ishondim, bir ishonmadim, kayf ko'zining ko'rgani yolg'on. Uyga kelsam, her kundikidek kampir firar kiyib oq yechak. Qaytib kelgan yoshlaring emas, mas zavqining ilhomi bu an. Aytib bersam, dedi onisi, qolgan midi yana chalisi. O'tdi veya o'tmadi hamon, bir daqiqa tilsim bu jahon. She'rlarimning 10dan biri e'lon qilindi. E'lon qilingan she'rlarimni Bahariyat, Oq to'z, Uchqun bilan Shabnam, Ko'ngil kuylari, Visol beg'i, Serin chechki, Ezgulik ko'zish qatorliq to'plamlarga ayrildi. Ko'plagan g'azallarimga butun xalqni qalbiga yo'shirgan ruhiyatim yo'shirgan. Ansiraydiganim bu qalin postliq bodamlarning sanam yevidan chatli qilishidan iborat. Kimki erinmasa va tilsim ochqichini topolsa, bu g'azallar ichidagi mag'zini ochadiganligiga ishonaman. Mayli u bir qancha kishi bo'lganda. Ruboiyat nomida hozircha 1000 parchadan ortiq ruboiy e'lon qilindi. Ularning ba'zilari o'z fikrini yetarli ixchamlagan g'azalning to'xtashi. Ba'zilari ko'zimga tushgan hayot mohiyatlarining echilib qolgan projektlar. Ba'zilari talva qo'yindan operedi bo'lgan. Fikrning suyuldirilishi yoki takrorlanishini kechirishga bo'lganda edi, har bir ruboimni g'azal qilib bo'ladi. Lirik nasr turidagi savdoliq ta'ajjubnomasi 10 yillik ma'lumotchilik muhitida yozilgan harch-parcha savdoliq xotirlardan to'plangan. Uning ba'zilarini jiddiy aqtirish, qamash va so'roq qilish muhitida yo'qitib o'tgan edi. Men Kakuk nomidagi 100 nasr orqali o'rgan. Marjon nomidagi 100 nasr orqali dengiz ostiga tashlangan marjonlarni osmon yuziga chachmog'icha ufuq yo'rmaydiganligini. Sumruq nomidagi 100 nasr orqali tarix hikmatlarini. Jahon nomidagi 100 nasr orqali reallik ibratlarini. Nijodiyat nomidagi 100 nasr orqali hayot